Samarqandga yetib keldi. Bekitadigan vaqt keldi. Bu tarafiga qo'yib qo'yamiz. Pasport kerakmi? Bittasi Panjob madrasasining yoniga keldi. Samarqand oshini mazasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Osh haqiqatda zo'r chiqqan. Alisher Navoiy bog'i bor ekan. Uni ham bitta tomosha qilib ketamiz. Qani ketdik. Alisher Navoiyga qo'yilgan haykal ham bor ekan. Endi 2 soatda yetib borish niyatimiz bor. Mana biz ham Samarqandga yetib keldik. Mana shu otelga hozir joylashyapmiz. Sizlarga bitta savol. Toshkentdan keyin O'zbekistonda 2-o'rinda aholi soni bo'yicha shahar qaysi? Shunga kommentariyalar yozib ketinglar. Ko'rsatuvimizning oxirida aniq ma'lumot berib ketamiz. Mana biz hozir Samarqandga yetib keldik. Endi shu gostinsiyaga joylashyapmiz. Karta o'tadi-yu. Ha, karta o'tadi. 800 ming betdan yechib olasiz-da, qolganini naqd beraman. Ya hammasini bir xil qilibman. Hop. O'zingizcha kutib turasiz, xonani nima tekshirib chiqsa. Mayli. Pasport kerakmi? Ha, pasport kerak. Rasmi bo'laveradimi yo original bo'lishi kerakmi? Original bo'lishi kerakmi, lekin rasman o'tadi. O'tsa mana rasmini beraman. Mana. Yo'lda charchamaysizmi? Yo, zo'r bo'ldi. Birpasda kelib oldik. Hozir endi Samarqandni aylanamiz. Samarqandda qiziq joylari ko'p. Ko'rsa bo'ladigan, arziydigan joylar ko'p. O'sha yerlarni aylanib ko'rib, o'sha yerlardan ham informatsiya beramiz. Mana Samarqandning tarixiy joylaridan bittasi Panjob madrasasining yoniga keldik. Shohrux Amiri davrida qurilgan 1807-yilda. O'shandan beri saqlanib qolgan hozirgi tarixiy obidalardan bittasi hisoblanadi. Samarqandning markazlaridan bittasida joylashgan. Shunga kelib mana ko'rib ketdik. Hozircha obodonlashtirib qo'yishgan ekan. Ichiga kirishga imkoniyat bo'lmadi, sababi quqloq ekan. Mana hozir yo'ldamiz. Samarqand oshiga ketyapmiz. Hozir Samarqand oshini mazasini ko'ramiz va sizlarga o'zimizdan fikringizni aytamiz. Mana ichkariga kirib joylashdi. Mana zirvoplagacha olib kelib qo'yishdi. Buni endi oshdan oldin olib bitta qoshiq ichib olsak, ishtahani ochadi yaxshigina. Yaxshi, zo'r. O'zi Samarqand oshi O'zbekistondagi oshlarning ichida 3talikka kiradi, mening fikrim bo'yicha. Sababi men o'zim Toshkentlik bo'lganim uchun ko'proq Toshkentning oshini yoqtiraman va vodiyning oshlarini juda hurmat qilaman. Sizlarning fikringiz bo'yicha qaysi osh O'zbekistonda eng zo'r? Kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Hozir Samarqand oshini bahosini beramiz edi, mazasini ko'rib ko'ramiz. Mana oshuza ham keldi. Sekin buni endi go'shtlarni to'rab tayyorlaymiz oshuzani. Mana taxtakachilar ham olib kelib berishdi, tayyor qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana go'shtlari lahm go'shtidan qilingan ekan. Juda yumshoq pishgan. Ko'rinishiga 5 baho. Ya'ni hozir ta'mini ko'ramiz. Qo'y go'shtidan qilingan. Qo'y go'shti zig'ir yog'idan tayyorlangan osh.
Mana oshni mazasini ko'rishni boshladi. Bismillah. Osh haqiqatda zo'r chiqqan. Oshga 5 baho. Joyuzani oti osh qand degan restoran ekan. Osh haqiqatda 5, oshni yorib yuborishibdi. Mana oshni ham yeb chiqdi. 2 porsiya osh 142 mingga tushdi. Oldidagi mayda chudalar bilan. Bu yerda asosan sayohatchilar yeyish shu oshga kelishar ekan. Osh yomon emas, yaxshi. Kelinglar, sizlar ham tatib ko'ringlar. Hozir mana otelga qarab yo'l oldi. Bugunchalik Samarqandda yotib qoladigan bo'lamiz. Ertaga ertalab nonushta qilib, keyin Shahrisabz Qarshilida Buxoro tarafga qarab yo'l olamiz. Mana bugungi Samarqandlik kunimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi otelga kelib dam olamiz. Endi ertalab ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Samarqandda ikkinchi kun boshlab oldik. Kunimizni zavtrikdan boshlayapmiz. Hammaga xayrli kun. Hozir chiqib ketamiz sayohatga zavtrik qilib. Gostinitsani kalitlarini topshirib tashqariga chiqdi. 2 xonali standart nomer o'zi bizga budjeti 900 ming so'mga tushdi bir sutkaga. O'shanga hozir shaharni aylanib, keyin boshqa ishlarimizni bitiramiz. Mana Samarqand ko'chalariga ham chiqib oldik. Mana bu ko'cha Alisher Navoiy ko'chasi ekan. Bu yerdan mashina yurmas ekan. Ikkita tarafini yopib qo'yilgan, faqat odamlar harakat qilishyapti. Mana bu qadimgi kitob magazini, e'tibor bersanglar, haligacha ishlar ekan. Eng katta kitob magazinlaridan bittasi Samarqanddagi. Samarqandning mana shu markazi juda ham yoqimli, baland daraxtlar juda ham ko'p, soya salqin, shabada, boshqa shaharlardan ajralib turadigan taraflari ham ko'p mana shu holati bilan. Ilgari Toshkentda ham shunaqa joylar ko'p bo'lardi. Ko'p daraxtlar kesilib ketdi. Afsuski ko'p daraxtlar kesilib ketdi, lekin Samarqandni mana shu o'ziga xosligi saqlanib qolgan ekan. Mana shu Samarqand kelgan yilda mana shu eski ko'chalarni aylansanglar ham o'ziga yarasha zavq olasizlar. Fontanlar hammasi ishlab turibdi. Havo zo'r. Hozir yana sal turib Shahrisabzga yo'l olamiz. Shahrisabzda yana ko'rishamiz. Mana ana ko'chasi bo'lsa kerak, bulvar. To'g'rida bulvar menimcha. Bulvarda lekin odam ko'p. Mana Yerto'ladan o'tsak, mashina yo'li tagidan bu yoqda Alisher Navoiy bog'i bor ekan. Uni ham bitta tomosha qilib ketamiz. Qani ketdik. Mana Alisher Navoiy parkiga ham yetib keldi. Sentralniy kirish yo'li ekan bu. Endi ichiga kirib hozir bir aylanib chiqamiz. Daraxtlar lekin kichikroq ekan. Shahardagi daraxtlarga nisbatan. Yangi ekilgan daraxtlar bo'lsa kerak. Mana shunaqa parklar ham shahar uchun kerak. Hech qanaqa attraksionlarsiz odamlar aylanish uchun, mana sport bilan shug'ullanib yuribdi bir xil. Ertalabdan yugurib, quyosh, yomg'irligiga qaramasdan shunaqa joylar ham bo'lsa, odamlarga shahar ichida tinch, toza havo joylar kerak bo'ladi. Mana Alisher Navoiy parkining qoq markazida Alisher Navoiyga qo'yilgan haykal ham bor ekan. Atrofida fontan.
Mana homiymiz Budjet Rent-A-Car tarafidan berilayotgan hadyani ham bekitadigan vaqti keldi. Biz hozir Samarqand prokuraturasining oldida turibmiz. Mana yonimizda Samarqand prokuraturasi. Bu yerda advokatura bor ekan. Yonidagi hovliga kirsa advokatura bor ekan. Shu hovlining ichida elektr shiti bor ekan. Shuni orqa tarafiga qo'yadigan bo'ldi. Shuni orqa tarafiga qo'yib qo'yamiz. Lokatsiyalarni har doimgidek Telegram o'zida yozib qo'yamiz. Podpiska qilinglar, bu narsani o'tkazib yubormasliklar uchun Telegramga ham qo'shilib qo'yinglar. Yaqinlaringlar bilan ham bo'lishinglar bu narsani. Bu shaharda bo'lmasa, boshqa shaharda tanish bilishlaringlar bu narsadan foydalanib qolishingiz mumkin. Keling. Bo'ldi. Ana o'sha savolingizga hozir aniq ma'lumotni berib ketyapman. Toshkentdan keyin ikkinchi o'rinda kattaligi bo'yicha shahar Namangan. Namanganda 678 ming aholi soni bor. Samarqand 3-o'rinda turadi. 573 ming aholi yashaydi Samarqandda. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Samarqand 3talikka kiradi. Mana Samarqanddan chiqib ketyapmiz. Keyingi lokatsiya o'zi Shahrisabz. Bu yoqqa endi 2 soatda yetib borish niyatimiz bor. Bu yoqqa yetib borgandan keyin u yoqdan alohida lavhalar tayyorlaymiz. Mana Ko'ksaroyga ham yetib keldi. Hozir ichiga kirib lavha tayyorlaymiz.